menga bevafolik qilmang. Turg'un akangizni pulini qaytarib bering. Mana uni olib qo'ying. Yo, hammaga salom. Sizlar bilan Iskandar. Kanalimga xush kelibsizlar. Uni meshmut qo'yib ketasizlar. Chunki bugun biz eng haromi odamlar haqida gaplashamiz. Internetda juda ham ko'p tarqalgan bir gap bor. Millatning yaxshi yomoni bo'lmaydi deydi. Davayta o'zimiznikidan boshlaylik. Eng iflos, tvar, kuchuk, haromi o'zbeklar, ya'ni obrazi o'zbek kinoda bo'lar xolos. Bugun 3 ta videoni biz obzor qilamiz, ya'ni bu kinoni. Marhamat, tayyor turinglar, eng iflos insonlar. Arstentalga o'zbek tili, tojik tili, rus tilida bemalol suhbatlashsa bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, shahar bo'ylab 4 ta filialimiz bor. 4 ta joyda bor. Ular o'zlariga qulay joyni tanlasa bo'ladi. Bizlarda faqat stomatologiya emas, bizlarda ko'p tarmoqli klinika, bioterapiya, kardiologiya, ginekologiya, urologiya, plastik xirurgiya, stomatologiya hamma bo'limlarimiz bor. O'ylar zo'rku. Endi uy men qonuniy. Ro'mol o'ragan, qoshchasi bunday qilgan bo'lsa, значит bu bechora qaynona bo'ladi. Agar qoshchasi bunday bo'lsa, ro'mol o'ramagan bo'lsa, tilla taqinchoqlarni osib olgan bo'lsa, eng haromi qaynona bo'ladi. O'zbek kinoda ikkita qaynona bo'ladi. Biri yaxshi, biri yomon. Qaynonalarni bilib oldik. Kelin odatda 90% kelinlar o'zbek kinoda jalab, shluxa, o'ynashboz, bir tvar, bir so'ka odam emas, bir jonzot bo'ladi. O'zbek kinolarida katta kelin yaxshi bo'ladi. Kichkina kelin hamma vaqt haromi bo'ladi. Ikkita o'sincha o'rtasida urush bo'ladi. Urush ham shu ikkita haromi bachachalar ustidan chiqadi. No, xullas kalom tipichniy o'zbek film. Hay pokiza. Ismda ham biladi, qaysidir izvrasheniz rejissor qo'ygan. Pokiza. Pokiza emas, haromi deyiladi unaqa kelin. Ey haromi deb. Videoni boshida ko'rgan bo'lsalaring, kelin o'z uyiga o'ynashini yetalab keldi. Endi biz ko'rmaganmiz bor-ku, endi bular bu kinoni qaranglar-da bilaydi. Bu nima qilib? Bu nima yurish? Assalomu alaykum. Kelin haromi bo'lsa ham assalomu alaykum deydi, qaranglar. Baribir bor-da ligi. Izzat, hurmat bor. Mana shuncha ekspertlar mana chet ellardan kelgan hozir bu yerda o'tiribdi. Davayt ko'ramiz. Hay pokiza. Bu kunlar ham bormidi peshxonamda? Qanday bunday bo'lishi mumkin? Kelin qaynonani oldiga bilay o'yinchashchasi bilan olib ketyapti. Voy, bu kunlar ham bormidi bu kunimizga? Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Tarixdan axir, xud ubey bilaydi, bunday bo'lishi mumkin emas. Bu kinoni как fantastika deb olsa agar bir bunday ko'rsak bo'ladi. Yana bu ibrat. Xo'p, ibrat qaysi vaqt qilinadi? Jamiyatda qaysidir xulq buzilgan bo'lsa, o'shani qilmaylar deb oldini olish uchun qilinadi. Bu yerda hamma shu talpa sikishishga bilaydi, qo'y, chopishga, haromilik qilishga targ'ib qiladi bular. Qaynona ham hozir o'g'liga telefon qiladi. O'g'lim yetibki xotiningni sikyapti bu yerda deb. Yoki uchiskovaga. Allo. Allo, amma olaymi? Tezroq yetib kelgin uyga. Yo'q, yaxshimi? Tasavvur qiling, sizga telefon bo'lyapti. Hali tezroq yetib kel. Nima bu? Yaxshimiz? Yo'q, men yaxshiman. Biznes oila parokanda bo'ldi. Qani kim kelar ekan? Boshqa gap bor. Mahallada yuruqsiz bo'ldim. Tezroq kel bolam, tezroq kel. Voy, kimlarni boshlab keldi u kinning. Tezroq kel. Akacham kelib hozir qo'shilishib, talpacha traynichok qilib sikadi. Endi bu qisqa bir lavhachasi, endi buni polni ko'rish uchun oldingizga bitta chelakcha olishingiz kerak, qusish uchun va skoropovni chaqirib qo'yishingiz kerak. Infarkt bo'lib o'lasiz. Ikkinchi kinoni ko'ramiz. Juda ham ko'p bir obraz bor, bilsalaring agar, qimorda xotinini tikib yoribdi degan gap. Bu onangizga bu gap qayerdan chiqqan biladi? Tarixda bunaqa voqealar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Hozirgacha bir dalil, isbot, bir protokol yo'q, lekin har bir 8-o'yinda xotinini bilan qimorga tiqib qo'ygan. Tasavvur qiling, karta o'ynab tursiz. $3000, $2000, $100. Xotinni amini axir. Hamma taka deb biladi. Xotinni ami, davayt ko'ramiz. Mana akalari omad farishtalaringiz keldi.
Endi bu cholchani qaranglar. O'zi ertandan o'laydigan qo'taq bormi shunaqa kinoga tushib. Bu maniakchani qarashini ham qarayda bu. Chista извращенец, pedofilchada bu. Tichani bugun osganmiz ekan dedim taga. Kelin qani? Kelin. Bizdan ham mana shu 100 ni olib To'g'ri akangizni bir duo qilib qo'ying. Pulga duo qilish mullachalardan chiqqanda o'ylardim borki, lekin yo'q, mana qimorvoz haromlar ham shunday qilar ekan. 100 da olib duo qilar ekan. Amerikanskiy pul olgandan keyin amerikanskiyalik qilish kerak-da. Mazafakar biladi. Yopti vaymat pussy. Zikr akangizni qanday duo qildingiz bilmadim. Buxorimizni shilib olyapti-ku. Namyoqcha qilyapti. Sochga o'zi oq aralagan, bu harobida turishi qaranglar. Pismiq gap qilib, kelinchani namyoq qilib sikmoqchi. Ol dedim. Hozir olam. Ol sichka, ol dedim. O'tirgan joyini qaranglar. O'zi bir qo'tirchaday joycha o'tirdi. Surpacha daraxt tagida $100 berganiga o'laymi bu haromini biladi. Kino olyapti. Неужели shuncha odam ichida bir dona $100lik bunday original pul chiqmagan. Rejissor onangizga o'zi bir qarzi bor, kreditdan biladi. Majburiy ijro aldab yuribdi. Hozir kinom chiqsa sizlarni rashvod qilaman deb. Olasan. Olasan dedim. Bu onangizni ham olmayman degan yo'q, hali javobini aytgan yo'q bak. Olasan deb qo'lchasi cho'zyapti o'zi haromicha. Ol. Adiraxon. Olmayman shunday yurib oldi bor-ku biladi. Bu bozorvoyi inasimi deyman bu suchgacha biladi. Hurmatli yosh qizlar va yosh kelinchaklar, iltimos mana shunaqa leopardcha, pombaqircha, Vilvercha, Chanel, Gucci degan mana shunaqa kostyumcha kiymanglar, olasini emsin ko'rsangiz biladi, po'qqa soch ekib qo'yganday bo'ladi. Menga bevafolik qilmang. Turg'un akangizni pulini qaytarib bering. Mana uni olib qo'ying. 3 dona pul, ikkitasi bunday, bittasi bunday turibdi bor-ku. Ko'rib qo'y 3 ta deganida, bunday bitta qilib qo'ysa ko'ra olmaydi. Bingo. Bittasi original, yopdi famatlar. Bitta original tiqibdi lekin o'taga. Ikkita ne originalni yopish uchun ustiga bitta original qo'yib qo'yibdi. Kelin yig'layapti $300 berganiga. Opa, xursand bo'ling, og'zingizga beradi bu buvachalar bor-ku, maniaklar bilan. Davayte keyingi video, eng oxirgisi, eng haromisi. Opasi ham eshik tagida o'tirgan ekan, drachit qilib bor-ku. Endi bu opa ham chiqdi, bo'yniga haligi jemchug bilan tilloni osganda. Bu hech qayerda bo'lmaydigan narsa-da, bu bir-biriga nesavmestiy narsa. Nima byujeteriya bo'lgan bo'lsa, bosgan kinoga tushish uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Pizza zakaz qilganmidingiz? Ha, zakaz qiluvdik. Qaysi pizza ekan bular? Egasi sikadi hozir ko'rsa bu pizzaning egasi biladi. Instagramda yana reklama qilyapti. Filmlar yuklash boti deb. Zakaz qiluvdik. Rahmat, nech pul bo'ldi? Qo'lchaga urg'uni bergan. Rahmat, nech pul bo'ldi deb tiqmadi-da qo'lchasini biladi. Nech pul bo'ldi? Hozir aytadi mana haromicha. 120 ming so'm bo'ldi. Ha, men sizga hozir 150 ming olib chiqib beraman. 30 ming so'm ustiga qo'yib, odamni e'tiborini tortib, opacha mana dalboyob bilan sikishmoqchi. Aka ham pizdes, chista pismoqchi. Mayli. Qo'taqtirib ketdi deyapti bor-ku. Lekin по-любому shu dastavshikchalarda bo'lsa kerak, ha? Kechqurun ko'riyachalar borganda opachalar shunday eshitsa, по-любому bir siksamidi degan niyatchasi bor. Ko'ringlar, yozib olinglar, shunaqa bo'lsa, просто monday значокcha qoldiringlar, bo'ldi. Tushunib olamiz. Tavba qildim. G'alati xotin ekan-a? Bersa lekin yotib olib siksada bu maniak, haromi biladi. G'alati deydi. Qatga kelib qoldim o'zi. Mana ukajonim. Yana o'sha biladi naxoy. Dishov Versace va tangachalar tushib ketadi va harom ko'ylakchani biladi. Endi bu opani sikish uchun ham bir dov yurak bo'lish kerak. Realni bir alpomish bo'lish kerak bor-ku. Ukajonim, ismingiz nima? Shuhrat ismi. Ha. Shuhratjon. Bugun meni tug'ilgan kunimidi? Tabriklayman. Ha, rahmat. Bolalarim xorijda. Strakada ishlayapti. Ona endi sikib biladi.
Nahuya va nima qilasizlar bolani aralashtirib. Haromi erim degan biladi, erim xorijda degan. Endi bular bolalarni aralashtirish biladi, это pizdesda biladi. Qanday bu reis yo turmadan o'ynayaptimi bu haromlar bilan? Bir o'zim yashayman hozir. Iloji bormi? Menga sherik bo'lib, tug'ilgan kunimni birga nishonlasak. Yuring ukajonim. Juda noqulay-ku. Voy ukam. Juda noqulay-ku. Shunday ochi. Round bilad. Kalta kissakchaday qarab turibdi-ku. Oldin bo'lardi-ku bilad. Shunday tualetga kirasan bilad. Tepadapdan kalta kissakcha turib tushib ketmasin deb o'tiribdi. Kissakchani taqib otib qo'yasan. Chistash kalta kissakchaga o'xshaygan bu haromcha. Buni nimasi noqulay? Xuddi ukalarimdaysiz. Bu ana harom olim tashoq-ku. Onalariga ukalari deyman. Ukalarim deysiz deb. Onalariga ukalarimdek bu sochna bu olim tashoqqa olingan. Olim tashoq sikkan qiz ham bir 150 kilocha bor edi, ha? Yuring birga o'tiramiz. Birga nishonlaymiz Yo'q, yo'q. Qo'y nega qo'rqasiz? Yo'q, qo'ysiz-chi mana. Qulay sharoit. Mani Mazza qilib dam olsangiz. Siz qo'ysizchi, shayton yo'ldan qoching deb bilan biror marta ham bo'lmagan bu-ku. Mana men gapimni mana shu kuryerlar tasdiqlaydi. Hurmatli kuryerlar, biror marta sizga shunday tegajonlik qilganmi? Keyin meni sikdi. Mayli urod pizdes mana shu opada pompiqcha bo'lsa ham bilay, sizlarga shu taklif tushganmi? Kimda kim hatya bir marta sikkan bo'lsa ham ertaga naqi kuryerlikka chiqaman, sumkacha olib. Qidiraman onasini imzini. 3 oylab bo'lsa ham bor-ku. Qidiraman, paka bilan mana shunday bir mayli urodcha opachalar bo'lsa ham mayli sikib qo'yaveraman. Po'qo'y. Pachaqcha nafas olsam bo'ldi. Так что kuryerlar, короче, kommentariyaga yozinglar, siz kuryerlik faoliyatingiz jarayonida necha marta mana shunday dastavka olib borib sikkansiz. Shuni обязательно qoldiringlar kommentariyada. Kommentariyalar juda ham muhim. Keyingi videoda kommentariyalarni o'qiyman va bunga video obzor qilamiz. Biz esa videoni hozircha yakunlaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Popkachan olib keldimi? Sumkachan kuryerligini? Xalta o'rib kelaylik onasiga. Xayr, sog' salomat bo'linglar.